2 milliondan 4 milliongacha pul beraman va pasport beraman degan laxatron gapga ishonib, ba'zi bir yurtdoshlarimiz qo'lni qo'yib, oldiga qo'ygan dokumentni o'qimasdan turib, ko'rko'rona qo'lni qo'yib, u yoqqa borgandan keyin uni qo'yni puchonqoqqa to'lganini bilib qolib, blogerlarga yig'lab telefon qilib yurgan hurmatli aka-ukalar. Blogerlar ham sizlarga o'xshagan odam va sizlarning muammolaring bilan blogerlar emas, Tashqi ishlar vazirligi shug'ullanish kerak. Migratsiya agentligi shug'ullanish kerak. Shaxsan meni o'zimga keladigan bo'lsam, men o'zim Rossiya territoriyasidaman. Sizlarning muammolaringni men olib chiqa olmayman. Chunki o'zim Rossiya territoriyasidaman. To'g'ri shunday harakat qilinglar. O'zimni tinchligim o'zimga kerak. Hamma narsani o'ylab, keyin ish qilish kerak. Bu bor har holda. Ko'z qayda edi? Ko'rko'rona qo'lni qo'yib berishdan oldin. Assalomu alaykum.